Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Kiber xavfsizlik asoslari fanidan quyidagi mavzu bo'yicha fikrlashamiz. Inson faoliyati xavfsizligi. Bu reja asosida inson xavfsizligi sotsial injeneriya yo'nalishi haqida ma'lumot beriladi. Bu umumiy ijtimoiy sotsial injeneriya bilan bog'liq. Bu ya'ni nima deyilyapti? Kiber xavfsizlikda asosiy mavzulardan biri hisoblanadi bunda. Ya'ni insonlarni turli psixologik usullar va firibgarlik amaliyotining to'plami bo'lib, uning maqsadi firibgarlik yo'li bilan shaxs to'g'risida maxfiy ma'lumotlar olish hisoblanadi. Maxfiy ma'lumotlar foydalanuvchi ismi, parollari, shaxsiy ma'lumotlari, ayblov dalillari, bank karta raqamlari va moliyaviy yoki obro'sini yo'qotadigan har qanday ma'lumot hisoblanadi. Mazkur atama xakerlik sohasidan kirib kelgan bo'lib, xaker kompyuter tizimida zaifliklarni qidiradigan odam. Boshqacha aytganda buzg'unchi. Hozirgi vaqtda xakerlar har qanday tizimdagi asosiy zaiflik bu mashina emas, balki shaxs ekanligini yaxshi tushunishadi. Inson xuddi kompyuter singari muayyan qonunlarda ishlaydi. Psixologiya, hiyla, nayronlar va ta'sir mexanizmlari doirasida insoniyat tomonidan to'plangan tajribadan foydalangan holda xakerlar odamlarga hujum qilishni boshladilar. Gohida ular aql xakerlari deb ham ataladi. Shaxsni yaxshi yashirgan va real misollarga asoslangan. Masalan, sizning rasmlaringiz, faqat sizning yaqinlaringiz biladigan joylar va hokazo yaxshi afsona o'ylab topadi. Bularning barchasi yetarlicha tez va ishonchli tarzda aytilgan. Ta'sirning juda katta mexanizmidan foydalangan, demak, achinishga ta'sir qilgan hissiyotlarga murojaat qilish. Sotsial injeneriya yo'nalishlari. Quyidagicha: telefon bilan bog'liq tahdidlar. Telefon hanuzgacha tashkilotlar ichida va ular o'rtasida aloqaning eng keng tarqalgan usullaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun u sotsial injeneriya uchun samarali vosita bo'lib qolmoqda. Telefonda gaplashayotganda suhbatdoshning shaxsini tasdiqlashning imkoniyati yo'q. Bu hujumchilarga, xodimga, xo'jayinga, maxfiy yoki muhim tuyuladigan ma'lumotlarga ishonish mumkin bo'lgan har qanday shaxsni o'rniga bo'lishi imkonini beradi. Bunda zo'ravonlik qurboniga yordam berishdan boshqa imkon qolmaydi. Hattoki uyushtirilgan suhbat ahamiyatsiz bo'lib ko'ringan taqdirda ham. Mazkur hollarda quyidagi xavfsizlik choralarini amalga oshirish talab etiladi. Telefon qiluvchining shaxsini aniqlash, raqamni aniqlash xizmatidan foydalanish, SMS xabardagi noma'lum havolalarga e'tibor bermaslik. Elektron pochta bilan bog'liq tahdidlar. Bunda demak ko'pgina xodimlar har kuni korporativ va shaxsiy pochta tizimlaridan o'nlab, hatto yuzlab elektron pochta xabarlarini qabul qilishadi. Albatta, bunday yozishmalar oqimi bilan har bir harfga yetarlicha e'tibor berishning imkoni yo'q. Bu esa hujumlarni amalga oshirishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Sotsial injeneriyada hujumlarni oldini olishda ko'p hollarda kompaniyalar tomonidan murakkab ko'p darajali xavfsizlik tizimlari qo'llanadi. Bunda tizimlarning ba'zi xususiyatlari va majburiyatlar quyidagi keltirilgan. Fizik xavfsizlik, kompaniya binolari va korporativ resurslarga kirishni cheklaydigan to'siqlar. Shuni unutmaslik kerakki, kompaniya resurslarida, masalan, kompaniya hududidan tashqarida joylashgan axlat konteynerlari fizik himoyalanmagan. Phishing tizimi bu baliq ovlash, internetda firibgarlikning bir turi bo'lib, uning maqsadi foydalanuvchi maxfiy ma'lumotlar, login, parol foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish. Bu hozirda keng tarqalgan sotsial injeneriya sxemalaridan biri hisoblanadi. Katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlarni keng tarqalishi phishing shamolisiz amalga oshmaydi. Mavjud bo'lmagan havola. Ushbu havolada ko'rib turibsizlar, demak o'sha phishing tizimida bo'lgandek, siz doim mana shu manzildan foydalanasiz, lekin o'sha yerda aytib o'tiladiki, mana L harfini o'rniga I harfi borligiga e'tibor berishadi. Havolaga murojaat qilganda esa boshqacha ko'rinishga bo'ladi va bu yerda demak o'sha biroq soxta veb-saytga tashrif buyuriladi va talab kiritilgan to'lov kartasi ma'lumotlari kiritiladi. Natijada kiritilgan ma'lumotlar hacker qo'liga tushadi. Mazkur xabarda foydalanuvchilar akkauntlari bloklangani va kredit karta ma'lumotlari blokdan chiqarish kerakligi keltirilgan va unda rasmiy veb-saytga o'xshash soxta veb sahifaga olib boruvchi havola mavjud bo'lgan. Ushbu phishing hujumi keltirgan zarari bir necha $100,000 teng.
Taniqli korporativ brendidan foydalanishga asoslangan firibgarlik. Firibgarlikning mazkur ko'rinishi taniqli yoki yirik kompaniya nomidan foydalanuvchiga xabar yuboriladi. Bunda xabarlarda kompaniya tomonidan o'tkazilgan biror bir tanlovda g'alaba qozonganlar haqida tabriklar bo'lishi mumkin. Unda shuningdek zudlik bilan qayd etilgan yozuv, ma'lumotlar va parolni o'zgartirish kiritish so'raladi. Yoki soxta lotereyalar. Mazkur phishing sxemasiga ko'ra foydalanuvchilar har qanday taniqli kompaniyalar tomonidan o'tkazilgan lotereyada g'olib bo'lgani to'g'risida xabarlar olishi mumkin. Tashqi tomondan bu elektron xabarlar kompaniyaning yuqori lavozimli xodimlaridan biri nomidan yuborilganga o'xshaydi. Soxta antivirus va xavfsizlik dasturi. Mazkur dasturlar firibgar dastur ta'minlash chaqqon dastur deb nomlanadi. Ular antivirus dasturlarga o'xshasa-da, vasvasi boshqa bo'ladi. Bu dasturiy ta'minlash turli tahdidlar to'g'risida yolg'on xabarnomalarni keltirib chiqaradi va foydalanuvchini soxta bitimlarga jalb qilishga harakat qiladi. Yelka orqali qarash hujumi. Ushbu hujum ko'ra buzg'unchi jabrlanuvchiga tegishli ma'lumotlar uning yelkasi orqali qarab qo'lga kiritadi. Ushbu turdagi hujum jamoat joylarida, masalan, kafe, avtobus, savdo markazlari, aeroport va temir yo'l stansiyalarida keng tarqalgan. Mazkur hujumga doir olib borilgan so'rovnomalar quyidagida demak ko'rsatilgan. 85% ishtirokchilar o'zlari bilishlari kerak bo'lmagan maxfiy ma'lumotlarni ko'rganliklarini tan olishgan. 82% ishtirokchilar ularning ekrandagi ma'lumotlarni ruxsat shaxslar ko'rishi mumkinligini tan olishgan. 82% ishtirokchilar tashkilotdagi xodimlar o'z ekranini ruxsatsiz odamlardan himoya qilishiga ishonmagan. Mashhur sotsial injenerlar Kevin Mitnick tarixdagi eng mashhur sotsial injenerlardan biri bo'lib, u dunyodagi mashhur kompyuter xakkeri, xavfsizlik bo'yicha mutaxassis va sotsial injeneriyaga asoslangan kompyuter va xavfsizlikka asoslangan ko'plab kitoblarning ham muallifidir. Uning fikriga ko'ra, xavfsiz tizimni buzishdan ko'ra aldash yo'li orqali parolni demak olish osonroq degan mazmunda aytib o'tadi. Demak, sotsial injeneriyadan himoyalanish choralari hujumlarni amalga oshirishda sotsial injeneriya texnikasidan foydalangan tajovuzkorlar tez muloyimlik, dangasalik, xushmuomalalik bilan foydalanuvchi va tashkilot xodimlarining qiziqishlaridan foydalanadi. Hujumlarni oldini olish ular aldanayotganliklarini bilmasliklari sababli murakkab hisoblanadi. Shuning uchun yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib, ehtiyotlik chorasini ko'ring. Rahmat.